Murod aka, zakaz qilgan go'shtingiz aka. Mana puli. Rahmat, sodanglarni bersin. Murod aka, akamlar 3-4 kun oldin 50 minglik qiyma olib ketdilar. O'shani sal xijolat bo'lyapman aka. Qarzga deysizmi? Mana. Aka, faqat noto'g'ri tushunmaysiz. Sodadamiz, xijolat bo'lmang. Xo'p. Agar sement yetmasa, yana 2 qop olib beraman. Og'ayni, kichkinagina joy ekan. Aytsang o'zimizga hashar qilib borardi. Ayo, ishlaring bitiruvlarni o'rtoq. Kechqurun bolalar bilan yig'ilyapmiz. Futbol ko'ramiz. O'tarsan? Ha. Telefon qilaman. Aka, Sayfullo akam ayoqda bolalar bilan ushib ketdilar. Ha, qo'yur. Ishing bo'lmasin. Men ustalarga choy damlab chiqdim, keling git. Qo'ysangchi. Ha, keyin bemalol bitiramiz. Aka, qayerga shoshib ketdingiz? Ishga chaqirib qolishdi. O'shanga o'tib keling. Ha, bo'pti, yaxshi borib keling. Aytgancha. Ertalab o'rtog'ing do'koniga kirdim. Qani, ukasi qassobchi, Hasan qassob. Ha. O'shanda ozgina qarz bo'lib qoldim. Baraka top, berib yuborsan. Ha, o'ylama aka. Ha, aytgancha. Kecha choyxonada o'tirdim. Og'aynim ukasi aziz bor-ku. Hammani oldida gapiryapti. Murod, ukangiz ishini bitirib bermadi deb. O'shana ishini bitirib bersang bo'lardi. Ha, mayli. Gapirsa gapiraversin. O'sha hammani oldida gapirayotgan nonko'rligi yetarlicha yaxshilik qildim. Oilamga e'tibor qaratolmam. Endi o'zim uchun yashayman.